logoped defektologlar uchun kursimga yozilishingiz kerak. To'g'risini aytsam, hozirda logoped sohasi juda ham aktual va mashhur sohalardan biri bo'ldi, chunki hozirgi vaqtda har 3-bola logoped yordamiga muhtoj. Lekin yaxshi mutaxassis topish qiyin. Men Logodom logopedik markazi rahbari bo'lib, shu markazimda o'z mutaxassislarimni shogirdlik kursimda o'zim o'qitib, tayyorlab, bolalar bilan shug'ullanib, yaxshi yuqori natijalarga erishishda ko'maklashyapman. Har bitta ota-onani minnatdorchilik so'zlarini eshitish faqat tajribali professional logopedlar uchun xos. Sizga ham xuddi shunday bilimlarni va menga o'xshab markaz rahbari bo'lishni tilayman. Buning uchun 12-mart kuni boshlanadigan onlayn va offlayn logoped defektologlar uchun kursimga yozilishingiz kerak. Kursimiz 1,5 oy davom etib, bu 1,5 oy ichida bolani diagnozi bilan to'liq ishlashni va diagnozlarni bir-biridan farqlashni to'liq o'rganib ketasiz. To'liq ma'lumot uchun shu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin yoki direktdan telefon raqamingizni qoldirsangiz, biz aloqaga chiqib to'liq ma'lumot beramiz va birgalikda shunaqa natijalarga erishamiz.